Amazon daryosining haqiqiy maxluqi bilan tanishing. Uzunligi 3 metrdan oshadi, vazni esa 200 kilogramdan ortiq bo'lgan dunyodagi eng ulkan suv balig'i, shiypon yoki arapaima. Eng qiziqarli joylari hali oldinda. Videoni oxirigacha ko'rsangiz albatta bilib olasiz. Ular juda bahaybat bo'lganliklari sababli baliqchilar uni qarmoq bilan emas, ko'pincha qo'l bilan tutishga majbur bo'lishadi. Ammo ehtiyot bo'ling, shiypon juda kuchli zarbasi bilan odamni osongina nokautga uchratishi mumkin. Bu baliq oziq-ovqat zanjirining eng yuqori pog'onasida turadi. Uning tangachalari shunchalik mustahkamki, hatto timsoh ham ularni tishlab o'ta olmaydi. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Olimlar hatto uning tangachalarini sindirish uchun Tyrannosaur Rexning tishlariga teng bosim bo'lishi kerakligini aniqlashdi. Eng qo'rqinchli tomoni shundaki, u o'ljasini parchalab o'tirmaydi. Bir zumda hujum qiladi va butunlay yutib yuboradi. Bu shunchaki oddiy baliq emas, bu Amazonkaning tirik zirhli hukmdori hisoblanadi.